O'zingni menga baqiryaptimi mana u? O'zingni menga xo'jaylik kim mana bu begimot? Kim mana bu begimot? Dadasi. Kim bu begimot? Dadajonisi. Ha. Asabiylashmang. Tushuning. Siz ham odamsiz-ku dadajonisi. Bilasiz, qachondan beri mazza qilib, rohatlanib uxla olmayman. O'shanga chaqirdim. Yo'q! Ma'ozi Allohni uxlatib qo'yadimmi seni? Allohni uxlatib qo'yadimmi seni? Dadasi. Dadasi tinchlaning. Uni dugonam tavsiya qildi. U professional ekan. Nimasi professional ekan mana begimotda? Nimasi professional ekan begimotda? Dadajonisi tushuning. O'zini ishini qilib ketadi. Dadasi, tishlaning. Bu nima degani? Jonim, ichim yonib ketyapti. Ichim yonib ketyapti. Chiq bu yoqqa, chiq bu yoqqa. Nima bor? Shayton paytomi bu? Hozir borda qaq ketib qoldi bu shayton paytom. Nima bor bu? Voy, ichim yonib ketyapti. Odamni ishlatganini qo'yasizlarmi, qo'ymaysizlarmi? Men o'zim keldimmi? Men o'zim keldimmi? Xotining chaqirtirdi-ku, dugonasi tavsiya qilgan ekan. Ha, dadajonisi. Dadajonisi. Nima deyapti bu? 1-2 soatlik ishi bor. O'shani tugatadi, ketadi. Menim qamoqchi emasmi? Bu nima degani? Balkim eshik orqasidan poylab turarman. Yo 1-2 soat ko'chalarni aylanib kelarman balkim, Bitta rolteni olib keling. Uchiraman. Siz aralashmay turing. Bo'lmasa sizlar kelishib olinglar, men ketaman. Ketsin. To'xtang. Qaqa ketasiz, qaqa ketasiz. Ketsin. Ketmaydi. Sen hali uni to'xtatyapsanmi? Sen hali uni to'xtatyapsanmi? Voy! Dadasi. Ichim yonib ketyapti. Dadasi u ketolmaydi. Ishini tugatmaguncha ketolmaydi. Men uni pulini berib qo'yganman. Sen unga pul ham to'laganmisan hali. Men tekinman-da. Bu pullik men tekinman. Tanla, u yoki men. Men o'zim keldimmi? Men o'zim keldimmi? O'zi chaqirdi, dugonasi tavsiya qilgan. Chiqing, hozir joyingiz ham keraksiz. Dadasi.